Arzimagan bitta mana tiyaganda uchoq kutdi-da endi. Nimaga endi shu arzimagan tiyaganda uchoq kutildi desani? Po'sti uzatib tiyagi o'ziniki sinib ketganda. Endi buni vazifasi to'rtta balonni balansini beradigan narsa. Buni amaliyotirda chilari bor. Ya'ni o'ng taraf haqida chap tarafga ma'lumot kelmasa, chap taraf pnevma ko'tarmas ekan. Bu narsa ham bilmaganligi ilm, bilganligi eslatma. Allohga behisob shukr, Allohning marhamati bilan izlandi. Alloh sharmanda qilmadi, topdi aybini. Pnevmalarni ishlatib berdi. Xo'p, bu amaliyotirga ham baho berib qo'yasizlar. Ajoyib. Bu tarafda masalan bularni ham jiks qo'yib o'rganda, buni ham original zavodskidan qo'yib berganmiz. Keyin egalari birinchi kelganlarda mana yelkada kelgan ekanlar, qaydadir yasab, to'g'rilab, jo'natib olgan ekan anaqa bo'yab. Keyin biz ham endi undan o'rganmadik-ku, o'zinikini endi iloji yo'q, qo'yib, podiyonni bo'shatish kerak. O'zinikini to'g'rilab, qo'yib, tashqariga chiqib qo'yish maqsadida balon tekislab, o'rnatib chiqib qo'ydi. Boshqarib keldilar, qo'yib berdi, xudo xolisa. Pnevmalari, hamma kamchiliklari bo'ldi, ishladi. Bu tarafda ham tayagilar bor, boshqalar bor, ularni hammasini qo'yib berganmiz. Inshaalloh nasib qilsa bugun egalariga topshirib olamiz. Bizni ham ishimiz tamom bo'ldi boshida. Kimga shunaqa xizmatni kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.